Assalomu alaykum, hurmatli sport muxlislari. Efirda Paranews ko'rsatuvi va studiyada jurnalist Azjon Mirsaidov. Fevral oyi parasport olamida ko'plab quvonchli onlarni taqdim etish bilan birga o'zbek parasportida yangi sahifa ochib berganligi bilan ham ahamiyatli bo'ldi. Bu haqda dasturimizda batafsil to'xtalib o'tamiz. 5-12 fevral kunlari Bangladesh poytaxti Dakka shahri amputantlar futboli bo'yicha Osiyo chempionatiga mezbonlik qildi. Ilk bor tashkil etilgan mazkur qit'a birinchiligida terma jamoamiz vakillari o'zlariga bildirilgan ishonchni oqlab, shohsupaning yuqori pog'onasidan joy oldi. Osiyoda tengsiz deya e'tirof etilgan jamoa a'zolari 14 fevral kuni tunda keng sport jamoatchilik tomonidan tantanali kutib olindi. Xabaringiz bor, Tailandda amputantlar o'rtasida ilk bor futbol bo'yicha Osiyo chempionati bo'lib o'tdi va unda O'zbekiston terma jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Bugun tunda futbolchilarimiz Toshkentga qaytib kelishdi. Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportda chempionlarning oila a'zolari, Milliy paralimpiya qo'mitasi, sport vazirligi hamda ommaviy axborot vositalari vakillari terma jamoani kutib olishdi. Qayd etish kerak, futbol bo'yicha amputantlar terma jamoamiz turnirda 100% natija ko'rsatib, barcha shaxsiy sovrinlariga ham ega chiqishgan. Ular orasida eng yaxshi darvozabon, eng yaxshi to'prar va musobaqaning eng yaxshi futbolchisi nominatsiyalari o'rin olgan. Jamoamiz nima shaxsiy mukofoti 4 ta ekan, 4 talovini O'zbekistonga olib keldik. O'shanga bolalardan men juda xursandman, ko'nglim xotirjam bo'ldi. Mana Xudoga shukr 100 yorug'i O'zbekistonga bayrog'ni baland ko'tarib keldik. Biz borgunimizcha mana Milliy paralimpiya qo'mitasi, vazirlik, sport vazirligi tomonidan bizani shu o'quv mashg'ulotlariga kiyim-kechak, forma, o'sha bilet ismi oldin sal qiynalardik. Homiylar tomonidan topib borishga harakat qilinardi. Jahon chempionatlariga ham hattoki bu gal biz hech qanaqa ishlamani o'ylamasdan faqat shug'ullandik, o'quv mashg'ulotlarini o'tkazdik. Osiyo chempionatida terma jamoamiz raqiblari darvozasini naqd 33 bor ishg'ol qilib, atiga bitta gol o'tkazib yubordi. Bunda albatta himoyachilarimiz va musobaqada eng yaxshi deb topilgan darvozabonimizning mehnati yotibdi. Bu biz uchun katta natija. Bu yurtimiz uchun avvalambor yurtboshimizga rahmat, shu paralimpiya qo'mitasiga rahmat. Bu chempionatda do'stlik, qolaversa mana shu boshqa davlat sportchilari bilan o'zaro o'sha fikr almashdik. Urush qurbonsiz bo'lmaydi. Endi bizga gol urgan jamoa ham mana 2-o'rinni oldi. Ular ham juda ham kuchli tayyorgarlik ko'rgan. Bu gol mantiqan olib qaraganda to'g'ri ham deb oldik, chunki biz uchun dars bo'lishi kerak edi. Chunki biz oldinda jahon chempionati, Osiyo davlatlari o'rtasida jahon chempionatiga saralash kutib turibdi. Biz uchun bu o'rnak bo'ladi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston terma jamoasi amputantlar o'rtasida 5 karra jahon chempioni hisoblanadi. Endilikda bu sovrinlar qatoriga ilk bor o'tkazilgan qit'a birinchiligida qo'lga kiritilgan kubok ham qo'shildi. Futbolchilarimizni g'alaba bilan tabriklaymiz. Keyingi vaqtlarda mamlakatimizda parasport turlariga berilayotgan e'tibor natijasida bir qator turlar bo'yicha ham mamlakat chempionatlari tashkil etilmoqda. 6 fevral kuni ana shunday kenja sport turlaridan biri paratriatlonning akvatlon yo'nalishi bo'yicha ikkinchi bor mamlakat chempionati o'tkazildi. Hozir shu haqda. Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi mezbonligida o'tgan chempionatda 20 ga yaqin paraatletlar ishtirok etdi. Musobaqa nizomiga ko'ra, ishtirokchilar 500 metr masofaga suzish, 3000 metr masofaga yugurish bahslarida o'z mahoratlarini namoyish etishdi. Chempionatda Shohsanam Sobirjonova, Kamol Ahmadxonova, shuningdek Mashhurbek Abdusamadov, Rustam Sotboldiyevlar o'z klassikalarida birinchi o'rinni egallashdi. Yakuniy natijalarga ko'ra esa Andijon viloyati jamoasi a'zolari umum hisobda birinchi o'rinni egalladi. Besh yil davomida shu akvatlon, triatlon sporti bilan shug'ullanib kelaman. Mana bugun shu akvatlon musobaqasi O'zbekiston Respublikasi chempionati saralandi. Biz qatnashdik. Men bu musobaqada qatnashib, birinchi o'rinni oldim. O'zbekiston chempioni bo'ldim. Maqsadlarim, Xudo xohlasa,
shu katta Yevropa davlatlariga chiqib, O'zbekiston bayrog'ini yuksaklarga qaratib, trenerlarimni, ota-onamni, mendan umidvor bo'lgan insonlarni yuzini yorug' qilish maqsadidaman. Raqiblarim ham kuchli, ularga qarab intilib, birinchilikni oldim. O'zbekiston chempionatimiz paratriatlon sporti bo'yicha bo'lyapti. Paratriatlon sportida yo'nalishlarimiz bor. Duatlon yo'nalishi, akvatlon yo'nalishi. Hozirgi O'zbekiston chempionatimiz akvatlon yo'nalishi bo'yicha bo'lyapti. Bu yo'nalishga 500 metr suvda suzish, so'ngra 3 kilometr masofaga yugurish bo'lyapti. Sportchilarimiz yaxshi qatnashyapti. Bu akvatlon yo'nalishi O'zbekiston chempionati ikkinchi marotaba bo'lyapti. O'tgan yilgi natijalarimizga qaraganda ancha o'sish bor. Qatnashchilar soni ham oshgan. 20 nafar sportchilar qatnashyapti. O'tgan yilgi shu 10 tadan oshiqroq sportchi qatnashgan. Maqsadimiz shu paratriatlon sportimiz Olimpiada dasturiga kiritilgan. 2028-yil Los-Anjelesda bo'lib o'tadigan Paralimpiada o'yinlariga litsenziyalarni qo'lga kiritish asosiy maqsadlarimizdan biri paratriatlon sportimiz bo'yicha. Shu O'zbekiston chempionati saralashlar qabul qilinyapti. Paratriatlon sportimizga bu o'tkazilayotgan akvatlon yo'nalishi bir-biriga yaqinligi uchun sportchilarni saralashda yordam beradi bizga. Mana yaqinda bo'lib o'tadigan jahon chempionatlari, jahon seriyalari bor. Avstraliyada bo'lib o'tadi. Keyingi esa Samarqandda bo'lib o'tiladigan jahon seriyasi. Shunga sportchilarimiz saralab olyapmiz. 7-12 fevral kunlari Tailandda paravelosportning shasse yo'nalishi bo'yicha Osiyo chempionati o'tkazildi. Qit'amizning 15 ga yaqin mamlakatlaridan yetakchi paraatletlari ishtirokida o'tgan mazkur nufuzli musobaqada mamlakatimiz paravelosportchilari 100% ko'rsatkich, ya'ni 26 ta turli probali medallarni qo'lga kiritgan holda Osiyoda tengsiz bo'lishdi. Paravelosport bo'yicha bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida vakillarimiz muvaffaqiyatli ishtirok etib, vatanimiz sharafini munosib himoya qilishdi. Bugun tunda terma jamoamiz a'zolari Toshkentga qaytishdi. Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportga paravelosportchilarimizni kutib olish uchun ularning oila a'zolari, ommaviy axborot vositalari vakillari yetib borishdi. Sportchilarimizni qo'lga kiritilgan natijalar bilan tabriklash uchun Milliy paralimpiya qo'mitasi hamda O'zbekiston velosport federatsiyasi vakillari tadbirda ishtirok etishdi. Umumjamoa hisobida birinchi o'rinni qo'lga kiritib 15 ta sportchi bilan qatnashdik. U yerda birinchi marotaba bizda qo'shimcha guruh poygalari o'tkazildi. U guruh poygasida sportchilarimiz o'z kuchlarini sinab ko'rishdi va yutuqli o'rinlarni qo'lga kiritishdi. Bu bizni olib borgan tarkibimizda asosiylari yosh tarkib bo'lib, bu yoshlarimiz oldimizda turgan 26-yil Osiyo o'yinlari va Los-Anjelesga tayyorgarlik ko'radigan sportchilarni yana bir bor saralab oldik. 7-9 fevral kunlari Tailandda o'tkazilgan paravelosportning shasse yo'nalishi bo'yicha Osiyo chempionatida terma jamoamiz 12 ta oltin, 9 ta kumush va 5 ta bronza, jami 26 ta medalni qo'lga kiritgan holda qit'ada tengsiz bo'lishdi. Medallar bo'yicha biz birinchi o'rinni oldik, birinchi raqamli bo'ldik, ko'p medal olish bo'yicha. Mana 5 karra chempion bo'ldik. Bundan oldingilar nimasi bilan farq qildi bu musobaqa? Bunisi raqiblar ko'payibdi hozir. Raqobat juda kuchli. Jahonga qaraganda hozir ularning yarmicha raqiblar bor, yo'q emas bor. Jahonda ulardan 2 barobar ko'proq bor. Umuman terma jamoamiz ishtirokini qanaqa boqamiz? Yoshlar. Yoshlar hozir yarim yil deganda bular zo'r natija qilishdi mana. Osiyo chempionatida ilk bor ishtirokim. Musobaqa juda ham yaxshi, taassurotlarimiz yaxshi. Murabbiylarimizga avvalambor rahmat. Juda ham yaxshi. Bizga juda ham yaxshi taktikalarni, yaxshi harakatlarni o'rgatishdi. Xudo xohlasa, kuz oylariga musobaqalarimiz bor. Shu bilan jahon chempionatlari bor. Shunga harakat qilamiz endi qattiq. Eslatib o'tamiz, 2024-yil Qozog'istonda bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida ham 19 ta medal jamg'argan paravelosportchilarimiz umumjamoa hisobida birinchi o'rinni qo'lga kiritishgandi. G'alabalar bardavom bo'lsin.
Ayni kunlarda Toshkent viloyatining Tuyabog'iz suv omborida paraakademik eshkak eshish bo'yicha terma jamoamiz a'zolari joriy yilda o'tadigan bir qator xalqaro musobaqalar oldidan tayyorgarlik yig'inini o'tkazishmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz lavhasida tanishasiz. Paraakademik eshkak eshish bo'yicha terma jamoamiz a'zolari yig'inning dastlabki mashg'ulotlarini boshlab yuborishdi. Murabbiylar shtabi aynan joriy yil o'tadigan nufuzli xalqaro musobaqalarga jiddiy tayyorgarlik ko'rish maqsadida jamoa a'zolarining har biriga alohida yuklama bergan holda mashg'ulotlarni kuzatib borishmoqda. Albatta, Paraosiyo o'yinlarida o'z so'zlarini aytgan jamoa ushbu mavqeini ushlab turish uchun xalqaro turnirlar, qolaversa Osiyo va jahon chempionatlarida ham kuchlilar qatoridan o'rin olishni maqsad qilgan. Kuniga 2 mahallik umumiy yig'inda murabbiylar dastlab sportchilarning jismoniy holatlarini tiklab olish uchun yengillashtirilgan dastur asosida ishlayotgan bo'lsa, sekin-asta ularni murakkablashtirib borishadi. Albatta, tarkibda o'zgarishlar bor va jamoaga yangi nomlar kelib qo'shilgan bo'lib, bu yosh paraatletlar ham joriy yilgi musobaqalar mavsumida debyut qilishadi. Xudo xolasa 2025-yilda paraakademik eshkak eshish bo'yicha milliy terma jamoa a'zolari yig'ilib, xudo xolasa o'quv yig'in mashg'ulotlarini boshladik. O'quv yig'in mashg'ulotlarimiz kuniga 2 mahal, ertalab va kechqurun 2 mahal tarzda trenirovkalar o'tilyapti. Terma jamoamizda bu yil boshidan o'zgarishlar anchagina, ko'plab yosh sportchilar seleksiya natijasida viloyatlarda para sport turlarini rivojlantirish natijasida ko'payishlar bo'ldi. Shunga qarab bu yil mavsum boshlanish, mavsum oldi tayyorgarlik jarayonida yosh sportchilarni kelayotgan mavsumga, undan tashqari asosiy maqsadimiz bo'lgan Los-Anjelesda bo'lib o'tadigan Paralimpiya o'yinlariga, saralash musobaqalariga tayyorlash bilan shug'ullanamiz. Bu yil mavsumimiz juda ham og'ir bo'ladi. Qisqa muddatda yozda kalendar rejamiz juda ham tig'iz. Shunga qaramasdan hozir bahor oxirida Italiyada bo'lib o'tadigan xalqaro Paolo D'Aloha xalqaro regatasiga tayyorlanamiz. Xususan u yerda sportchilarimiz nafaqat musobaqada qatnashadi, hamda klassifikatsiyadan o'tib, yangi klassdagi sportchilarimiz to'liq xalqaro talablar bilan klassifikatsiyalardan o'tishlari rejalashtirilgan. Undan tashqari bu yil Polsha davlatida bo'ladigan 23 yoshgacha bo'lgan yoshlar o'rtasida jahon chempionatiga tayyorlanamiz. Bu tarixda birinchi bor tashkil etilyapti. Xudo xolasa bunga ham umidli yosh sportchilarimiz bor. O'ylaymanki, jamoamiz trenerlar shtabi bilan birgalikda yurtimiz uchun muhim bo'lgan g'alabalarni qo'lga kiritishga harakat qilamiz. Yil oxirida Xitoy davlatida bo'ladigan Shanxayda jahon chempionati rejalashtirilgan. Bundan tashqari mavsum davomida bir necha xalqaro turnirlar rejalashtirilgan. Tayyorgarlik jarayonidan kelib chiqib, jamoa a'zolarini xudo xolasa o'sha musobaqalarda qatnashish uchun tayyorgarlik olib boramiz. Ko'rib turganingizdek, bu yil ob-havo juda ham xursand qilyapti. Mashg'ulotlar suvda ham, quruqlikda ham olib borilyapti. Maxsus texnik tayyorgarlik hamda umumiy jismoniy tayyorgarlik. Hozir ko'proq umumiy jismoniy tayyorgarlikni rivojlantiryapmiz, chunki mavsum oldi tayyorgarlik, ob-havo xudo xolasa mana shunday bo'lib tursa, natijalar bundan-da yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Dastlabki yig'in 3 bosqichdan iborat bo'ladi. So'ngra atletlar texnik mahoratlarini respublika birinchiligida mutaxassislar ko'rigidan o'tkazishadi. So'ngra esa navbatdagi yig'inni boshlaydilar. Biz paraakademik eshkak eshish bo'yicha jamoamiz a'zolariga bo'lajak musobaqalarda omad tilab qolamiz. 13 fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida Olimpiya va Paralimpiya harakatini yanada rivojlantirish, ommaviy sportni yangi bosqichga olib chiqish hamda aholi jismoniy faolligini oshirish chora-tadbirlari yuzasidan video selektor yig'ilishini o'tkazdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Milliy Olimpiya qo'mitasi raisi Shavkat Mirziyoyev boshchiligida 13 fevral kuni Olimpiya va Paralimpiya harakati, ixtisoslashtirilgan va ommaviy sportni yangi bosqichga olib chiqish hamda aholi jismoniy faolligini oshirish chora-tadbirlari bo'yicha video selektor
sir yig'ilishi o'tkazildi. Har bir ota-ona, har bir millatning niyati jismoniy va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalashdir. Bunga esa jismoniy tarbiya va sportsiz erishib bo'lmaydi. Sport sog'lom xalq, sog'lom avlodning tayanch ustunidir. Shu bois davlatimiz tomonidan bu sohaga katta e'tibor qaratilmoqda. So'nggi 4 yilda budjetdan sportga ajratilayotgan mablag' 1,5 trillion so'mdan 3 trillion so'mga oshdi. Murabbiylarning o'rtacha maoshi 2 barobar ko'paydi. 101 ta yirik sport inshootlari qurildi. 67 tasi rekonstruksiya qilindi. Sportchilarimizning Parij Olimpiadasida erishgan yutuqlari bu e'tiborning yorqin natijalari bo'ldi. Endi 2028-yilda Los-Anjelesda bo'ladigan Olimpiya o'yinlarida kuchli o'ntalikka kirish maqsad qilingan. Buning uchun tayyorgarlikni kuchaytirish, sport federatsiyalarini rivojlantirish zarur. Yig'ilishda bu masalalar 26 ta sport federatsiyasi va hududlar kesimida tahlil qilindi. Masalan, so'nggi Olimpiya o'yinlarida 48 ta dastur bo'lgan yengil atletika bo'yicha 5 ta, 49 ta suv sporti dasturidan 4 ta litsenziya olingan xolos. Qoraqalpog'iston, Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Namangan va Sirdaryolik sportchilar past natija ko'rsatgan. Shu bois iqtidorli yoshlarni topish, olimpiya sport turlariga tayyorlash, ularni va murabbiylarni rag'batlantirish bo'yicha yangi tizim yo'lga qo'yilishi belgilandi. Davlat rahbari bu boradagi qator tashabbuslarni ilgari surdi. Avvalo, Olimpiya va Paralimpiya harakatini rivojlantirish, seleksiya tizimini yaxshilash maqsadida Olimpiya qo'mitasining hududiy bo'limlari tashkil etiladi. Milliy Olimpiya qo'mitasi raisi prezident bo'lganidek hududiy bo'limlarga viloyat hokimlari boshchilik qiladi. Ular har bir federatsiya bilan birga Olimpiya o'yinlariga tayyorgarlik davri bo'yicha strategiya ishlab chiqadi. Buning uchun zarur shart-sharoit va infratuzilmaga 300 milliard so'm yo'naltiriladi. Shuningdek, chet eldan ilg'or tajribalar, grantlar jalb qilish choralari ko'riladi. Paralimpiya o'yinlari natijasiga qarab sport turlari ustuvorligi bo'yicha 3 ta toifaga ajratiladi. Hududlardagi 310 ta sport maktabi milliy terma jamoalarning seleksiya bazasiga aylanishi kerakligi ta'kidlandi. Ularda yangi metodika va yondashuvlar joriy qilinadi. Olimpiya sport turlariga moslashtirilgan 56 ta sport maktabi milliy terma jamoalarga asosiy zaxira bo'ladi. Ularda hududdan saralangan yoshlar individual reja asosida maqsadli tayyorlanadi. Shuningdek, yiliga 2 marta hududlarda olimpiya sport turlari bo'yicha yangi O'zbekiston olimpiya cho'qqilari musobaqalar tizimi yo'lga qo'yiladi. Tuman va viloyat sovrindorlarini hokimlar rag'batlantirib boradi. Viloyat bosqichi g'oliblari har yili dekabrda Olimpiya shaharchasida o'tkaziladigan Prezident Olimpiadasida ishtirok etadi. Musobaqa g'oliblari uy, avtomobil kabi qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanadi. Birinchi va ikkinchi o'rinni olgan sportchilar Respublika Olimpiya va Paralimpiya markaziga qabul qilinadi. Bunda birinchi, ikkinchi kurs o'quvchilariga stipendiya to'lash yo'lga qo'yiladi. Prezident musobaqalarda yuqori natija ko'rsatgan sportchi va terma jamoa ustozlari qatorida sportchilarni yetishtirgan birinchi murabbiylarni ham rag'batlantirish zarurligini ta'kidladi. Yig'ilishda parasport imkoniyatlariga alohida to'xtalib o'tildi. Ilgari bu toifadagi yoshlar uchun atigi 33 ta maktabda sport to'garaklar bo'lgan. Bugun bunday maktablar soni 235 taga yetdi. Parasport bilan muntazam shug'ullanuvchilar 4 karra ko'payib 7000 dan oshdi. Endi Gersen nomidagi Rossiya davlat pedagogika universiteti bilan hamkorlikda nogironligi bo'lgan yoshlarni sport bilan qamrab olish, natijadorligini ta'minlash bo'yicha ilmiy metodika va standartlar ishlab chiqiladi. Uning Toshkentdagi filialida adaptiv sport bo'yicha alohida fakultet ochiladi. Shuningdek, hududlardagi 39 ta sport maktabi parasport turlariga ixtisoslashadi. Bunda yoshlarni, ayniqsa nogironligi bo'lgan qizlarning imkoniyatiga qarab, boshqa sog'lom sport guruhlarida ham shug'ullanishiga sharoit yaratiladi. Trenerlarga malaka sertifikati berish va ularni qayta tayyorlash tizimi soddalashtiriladi. Parasport turlari bo'yicha terma jamoalarni shakllantirish tartibi ham o'zgartiriladi. Bundan buyon yoshlar faqat musobaqa natijasiga qarab emas, balki sport normativlarini bajarishga qarab ham terma jamoaga qabul qilinadi. Bundan nogironligi bo'lgan sportchilarning ko'rsatkichlarini monitoring qilib boradigan alohida onlayn platforma bo'ladi. Musobaqa va sport yig'inlari tashkil qilishda Olimpiya va Paralimpiya tizimiga o'tiladi. Ya'ni qayerda chempionat bo'lsa, unga yonma-yon parasport musobaqasi ham o'tkaziladi. Yig'inlar ham birgalikda tashkil etiladi. Bu haqiqiy inklyuziv tizimga aylanadi. Nogironligi bor sportchilar uchun ishonch va rag'bat bo'ladi. Sport sohasida ham xususiy sektorga keng yo'l ochilishi qayd etildi. Endi xususiy sport klublarining yagona reyestri yuritiladi. Ularning faoliyati bo'yicha mezonlar yaratiladi. Qamrov darajasiga qarab klublarga bepul sport jihozlari ajratiladi. Xususiy murabbiylarga o'zini o'zi band qilish huquqi beriladi. Muhimi, xususiy klublardagi yoshlar barcha musobaqalarda o'z nomidan ishtirok etishi mumkin bo'ladi va natijasiga qarab terma jamoalarga qabul qilinadi. Sportchilarni topish, saralash va tayyorlash jarayoniga raqamlashtirishni keng joriy qilish, adolatni ta'minlab, qobiliyatli yoshlarni yuzaga chiqarish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Yig'ilishda ommaviy sportni rivojlantirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. O'tgan yil musobaqalarda yoshlar qamrovi 10 millionga yetgan, lekin katta yoshdagi insonlarning sportda ishtiroki kam. Shu bois endi mahallalarda ommaviy jismoniy faollik tadbirlari o'tkaziladi.
Bu bo'yicha reyting yuritiladi. Yil yakuni bilan eng faol oilalarga mashq jihozi beriladi. Eng yaxshi mahallalarda sport maydonchalari quriladi. O'quvchilarni sportga keng jalb etish maqsadida har bir maktabda yakka kurash va jamoaviy olimpiya sport turlari bo'yicha to'garaklar ochiladi. Maktablar o'rtasida olimpiya sport turlari bo'yicha musobaqalar tashkil etiladi. Eng yaxshi natija ko'rsatgan o'quvchilar seleksiya qilinib, maktablar esa kerakli sport inventari bilan ta'minlanadi. Natija ko'rsatgan jismoniy tarbiya o'qituvchilari alohida rag'batlantiriladi. Yurtimizda 700 mingdan ziyod talabalar borligi qayd etilib, ular orasida sportga havasni kuchaytirish, qamrovni oshirish muhimligi ko'rsatib o'tildi. Aholini sog'lom turmush tarziga o'rgatishda nafaqat sport, balki to'g'ri ovqatlanish ham dolzarb. O'rganishlarga ko'ra, aholimizning 44% jismoniy faol emas, 36% to'g'ri ovqatlanish qoidalariga amal qilmaydi. Boshoqli va donli mahsulotlar, meva-sabzavotlar iste'moli kam. Tez tayyor bo'luvchi va tarkibida kanserogen moddalar yuqori bo'lgan mahsulotlar savdosi ko'paygan. Bular turli kasalliklar va erta o'limlarga sabab bo'lyapti. Shu bois sog'lom inson, sog'lom millat g'oyasi umummilliy harakatga aylantirilishi ta'kidlandi. Buning uchun sog'lom ovqatlanish va jismoniy faollik targ'ibotini har bir oilaga olib kirish kerakligi aytildi. Yig'ilishda soha mutasaddilari, hokimlar va sportchilar bilan muloqot bo'ldi. Shu kunlarda parasuzish bo'yicha yetakchi paraatletlarimiz qatori umidli yoshlarimiz ham bo'lajak musobaqalar oldi o'quv yig'in mashg'ulotlarini poytaxtimizdagi Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash Respublika markazining suv saroyida o'tkazishmoqda. Hozir shu haqda. On 4 fevral sanasidan suzish bo'yicha yetakchi paraatletlar bilan birgalikda yoshlar terma jamoasiga saralab olingan umidli sportchilar ham mashg'ulotlarga kirishdi. Tajribali mutaxassislar Ravshan Amilov, Zohir Sharipov, Sergey Xorlin, Nodir Abdullayevlardan tashkil topgan murabbiylar shtabi dastlabki bosqichda sportchilarning jismoniy holatlari, yuklamani bajara olishi, o'z masofa va yo'nalishlarda vaqt tezligini oshirishga katta e'tibor qaratishmoqda. Bu o'quv yig'in mashg'ulotida 22 nafar sportchilar, qizlar va o'g'il bolalar ishtirok etishyapti. Endi bizning birinchi maqsadimiz yaqinda bo'lib o'tadigan mart oyining 8-chislosida ketyapmiz. Martda Italiya jahon seriyasiga, para jahon seriyasiga hamda Ispaniyada bo'lib o'tadigan jahon seriyaning ikkinchi qismi bo'ladi. Shu musobaqaga, undan tashqari Parijda bo'lib o'tadigan, eng asosiysi bu yilda bizda Singapurda bo'lib o'tadigan jahon chempionatining eng asosiy bizni musobaqa deb hisoblasak bo'ladi. 2025 da musobaqalardan Islom birdamligi o'yinlari hamda Singapurda bo'lib o'tadigan jahon chempionati bo'lib o'tadi. 2026-yilda esa Yaponiyada bo'lib o'tadigan Osiyo para Osiyo o'yinlari. Shu musobaqalarga hozir qattiq tayyorgarlik ketyapti. Ma'lumot uchun o'quv yig'in mashg'ulotlari 10 mart sanasiga qadar davom etadi. So'ngra vakillarimiz mavsumdagi ilk musobaqa Italiya mezbonligida o'tadigan jahon seriyasidagi turnirda qatnashadilar. 24 fevral sanasidan 19 mart kuniga qadar mamlakatimiz hududlarida parasport turlari bilan shug'ullanayotgan 7000 dan ortiq yoshlarni nogironlik toifasini barvaqt aniqlash bo'yicha mutaxassislar o'z ishini boshladi. Parasport turlarida adolatni ta'minlashga alohida e'tibor berilgan, ya'ni endi nogironligi bo'yicha klassifikatsiyadan o'tmagan shaxslar ro'yxatdan o'ta olmaydi. Bunday sportchi musobaqalarga qo'yilmaydi. Shu bois parasport bilan shug'ullanayotgan 7000 nafardan ortiq sportchini nogironlik turiga qarab klassifikatsiyalashga jiddiy e'tibor berilmoqda. 19 fevraldan boshlab Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida paralimpiya sport turlari bilan muntazam ravishda shug'ullanib kelayotgan nogironligi bo'lgan sportchilarni milliy klassifikatsiya o'tkazish jarayoni qizg'in pallada. Ma'lumki, yildan yilga paralimpiya sport turlari bilan shug'ullanishga respublikamiz fuqarolarini salomatligi bo'yicha imkoniyatlari cheklangan yurtdoshlarimizni qiziqishlari ortib bormoqda, tobora ortib bormoqda va shuni bir natijasi bo'lib respublikamizdagi 300 dan ortiq sport maktablari, olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlarida hozirgi kunga kelib 7000 dan ortiq
sportchilar paralimpiya va adaptiv guruhlarda shug'ullanib kelishmoqda. Endi mana shu 7000 ta sportchilarimizni o'zini imkoniyatlariga qarab salomatligiga zarar yetkazmaslik maqsadida va aksincha sport bilan shug'ullanib ularni salomatligini yana ham mustahkamlash maqsadida ularni klassifikatsiyadan o'tkazish kerak. Mana shu jarayonni biz bugun Toshkent shahar sport maktablaridan boshladik. Bugun reja bo'yicha 600 ga yaqin sportchilarimiz klassifikatsiyadan o'tkaziladi. Klassifikatsiya asosan jismoniy nuqsonlar va ko'z nuqsonlari bo'yicha amalga oshiriladi va keyingi haftadan boshlab jadval asosida biz har bir viloyatga chiqib viloyatda shug'ullanayotgan sportchilarimizni paralimpiya va adaptiv sport guruhlarida shug'ullanayotgan sportchilarimizni navbatma-navbat klassifikatsiyadan o'tkazmoqchimiz. Respublika bo'ylab chiqib klassifikatsiya o'tkazishni asosiy maqsadi bu paralimpiya sportchilariga maslahat berish, sport turlarini tanlashda ularga zarur tavsiyalar berish va u yoki bu muayyan sport turlariga ularni yo'naltirish. Klassifikatsiyalash Surxondaryo viloyatidan boshlangan va har bir viloyat kesimida yakunda 18-19 mart kunlari Xorazm viloyatidagi parasportchilarni tekshiruvdan o'tkazish bilan nihoyasiga yetadi. Andijon viloyatining yakka kurash sport turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktabining qilichbozlik markazi ayni dam aravachada qilichbozlik bo'yicha o'quv yig'in mashg'ulotlariga mezbonlik qilmoqda. Yig'in 9-mart sanasiga qadar davom etadi va mashg'ulotlar yakunlanganidan so'ng parasportchilarimiz qisqa muddatli tanaffusga chiqadilar. Ushbu o'quv yig'in mashg'ulotlari 24 fevraldan boshlangan bo'lib, u 9-mart sanasiga qadar davom etadi. Aravachada qilichbozlik sport turi bo'yicha o'quv mashg'ulot yig'inida ishtirok etayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolari Orifjon Odilov, Arseniya Gabrielyan, Albina Nuriddinova, Sitora Qodirova, Dilafruz Abdusharipova, Salima O'tegenovalar kabi jami 14 nafar parasportchilar tajribali murabbiylar Muratbek Usnadinov, Ilyosbek Esanbayev, Alimardon Havasov, Muslimjon Mutalimov boshchiligida kuniga 2 mahallik mashg'ulotlarda o'z mahoratlarini oshirib borishmoqda. O'z o'rnida murabbiylar ham sportchilarni kunlik ko'rsatkich monitoringini olib borish, o'quv mashg'ulot yig'iniga jalb etilgan milliy terma jamoa sportchilarini har biriga individual yondashish, ularni jismoniy holatlariga alohida e'tibor qaratib, sportchilarni kunlik ko'rsatkich monitoringini yuritib, umumiy xulosaga kelishadi va sportchilarning iqtidoriga qarab yo'nalishlarni belgilashadi. O'quv yig'in mashg'ulot davomida viloyatlardan, respublikamiz viloyatlaridan kelgan barcha murabbiylar uchun xalqaro hakamlik bo'yicha o'quv seminarlari bo'lib o'tildi. Bundan tashqari paraqilicbozlik bo'yicha texnik va taktik metodika va yangi usullar bo'yicha tushunchalar berib o'tildi. Albatta bu o'quvchilarda yuqorida tayyorgarlik ko'rish uchun katta ahamiyatga ega. Polsha Milliy Paralimpiya qo'mitasi rahbariyati yurtimizda paralimpiya sport turlariga berilayotgan e'tibor va sharoitlar bilan yaqindan tanishish maqsadida mamlakatimizga tashrif buyurdi.
Yurtimizning sport sohasidagi shu jumladan paralimpiya yo'nalishida erishayotgan yuqori natijalari ko'plab davlatlarning e'tibor markaziga tushdi. Xususan Polsha Paralimpiya qo'mitasi Lukas Jeli boshchiligidagi delegatsiya ushbu yo'nalishda O'zbekiston tajribasini o'rganish maqsadida amaliy tashrif bilan yurtimizda bo'lishdi. Mehmonlar tashrifining ilk kunida Toshkent viloyatidagi Olimpiya va Paralimpiya shaharchasini ko'zdan kechirishdi. So'lim maskanda barpo etilayotgan ushbu ulkan bunyodkorlik majmuasi Polsha delegatsiyasida katta taassurot qoldirdi. Endilikda Polsha va O'zbekiston Paralimpiya qo'mitalari o'zaro hamkorlikda o'quv yig'in mashg'ulotlari, tajriba almashish uchun yetakchi mutaxassislarning malakasini oshirish uchun yetakchi hisoblangan oliy o'quv yurtlarida o'quv seminarlarini tashkil etishni ko'zda tutildi. 25-26 fevral kunlari Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti manejida parakamondan otish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi qo'mondoni kubogi o'tkazildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Xalqimiz, vatanimiz sizlarga ishonadi. Sizlar O'zbekiston tarixiga oltin harflar bilan yoziladigan buyuk ishlarni amalga oshirishga qodirsizlar. Sport turlari singari, barcha olimpiya va paralimpiya sport turlari singari, aynan kamondan otish sport turiga ham muhtaram prezidentimiz tomonidan e'tibor juda kuchli qaratilmoqda. Ilk bor mana shunday katta masshtabda tashkil etilgan musobaqada yurtimizning turli hududlaridan kelgan 60 nafarga yaqin para-kamonchilar ishtirok etdi. Yakuniy natijalarga ko'ra birinchi o'rinni Toshkent shahri jamoasi egallagan bo'lsa, ikkinchi o'rin Farg'ona viloyati jamoasiga nasib etdi. Kuchli uchlikni esa Samarqand viloyati jamoasi yakunlab berdi. G'olib va sovrindorlar tashkilotchilar tomonidan medal, kubok hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Ushbu musobaqa para kamonchilar uchun mavsumning ilk musobaqasi bo'lib, bu musobaqa O'zbekiston Milliy gvardiyasi qo'mondoni kubogi hisoblanadi. Ushbu musobaqa paralimpiya kamonchilar uchun ilk musobaqa bo'lishidan bir qatorda paralimpiya terma jamoasi uchun, para kamon terma jamoasi uchun mahorat maktabi, xalqaro musobaqalarda qatnashuvchi mahorat maktabi bo'lib xizmat qiladi. Undan tashqari esa o'nib keladigan yosh paralimpiya sportchilar, para-kamonchi sportchilar uchun bu ular uchun bir mahorat maktabi, ular uchun bir yangilik bo'lib hisoblanadi. Bilasizmi, bu musobaqa oldingi musobaqalar farqli jihat nimada? Prezidentimiz tomonidan keltirib o'tilgan ma'lumotga ko'ra, aynan sog'lom sportchilar bilan bir qatorda paralimpiya sportchilarini musobaqalar bir vaqt tashkil etishi kelajakda sog'lom sportchilar uchun ham bu motivatsiya rolini bajarib beradi. 19-28 fevral kunlari Malayziya poytaxti Kuala Lumpur shahrida paravelosportning trek yo'nalishi bo'yicha Osiyo chempionati o'tkazildi. Qit'a birinchiligida yurtimiz sharafini himoya qilgan terma jamoamiz a'zolari umum hisobda shohsupaning yuqori pog'onasidan joy oldi va yurtimizga yorug' yuz bilan qaytib kelishdi. O'tkazilgan veloshosse va paraveloshosse bahslari yakunlangach, unda muvaffaqiyatli g'alabalarni qo'lga kiritgan O'zbekiston sport delegatsiyasi mana endi velotrek bo'yicha ham Malayziyada o'tgan musobaqalarda o'zlarini ko'rsatishdi. Xususan paravelosportchilarimiz 15 ta oltin, 6 ta kumush va 2 ta bronza medali bilan umumjamoa hisobida birinchi o'rinni egallashgan bo'lsa, velotrekchilarimiz ham o'z natijalarini yaxshilab 3 ta oltin va 5 ta bronza medaliga ega chiqishdi. Ular endilikda Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportda tantanali tarzda kutib olinadi. Velotrek hamda paravelotrek bahslarida g'alabali yurishlarini davom ettirgan hamyurtlarimiz Kuala Lumpur Toshkent yo'nalishida uchgan samolyotda vatanga qaytib kelishdi. Terminalda velopoygachilarimizni Sport vazirligi, Milliy paralimpiya qo'mitasi, O'zbekiston velosport federatsiyasi hamda ommaviy axborot vositalari vakillari kutib olishdi. 21-27 fevral kunlari bo'lib o'tgan paravelotrek bo'yicha Osiyo birinchiligi bahslarida ham vakillarimiz ishonchli qatnashishdi. Tailandda o'tgan shassi yo'nalishdagi qit'a birinchiligida umumjamoa hisobida birinchi o'rinni egallagan parapoygachilar
sportchilarimiz bu safar ham tengsiz ekanliklarini isbotlab qo'yishdi. Bu keyingi kelajakdagi musobaqalarga yaxshi tajriba bo'ldi, chunki bu musobaqamiz birinchisi emas. Bundan oldingi musobaqalarda ham qatnashib, ikkinchi, uchinchi o'rin olganman. Bu yilgisida yaxshi natija ko'rsatib, mana Osiyo chempioni bo'ldim. Bizni shaxsiy yo'nalishdagi o'sha ishtirokchilarimiz o'sha rekord natija bilan keldi. Biz ham trek yo'nalishda qatnashuvchilar o'sha bor mas'uliyatni o'zimizga olib, o'sha birinchi o'rinlikda berib qo'ymaslik uchun harakat qildik. Kuchli raqiblarimiz ham puxta tayyorgarlik ko'rgan. Shunga qaramasdan biz mashg'ulotlarimizni o'sha ajoyib tarzda o'tkazib, musobaqaga yuqori darajada bordik va oltin medallarni oldik. Eslatib o'tamiz, paravelotrekchilarimiz Osiyo chempionatida 15 ta oltin, 6 ta kumush hamda 2 ta bronza medallarga ega chiqishdi. Qo'lga kiritilgan natijalar bilan barcha sportchilarimizni va ularning murabbiylarini tabriklaymiz. Fevral oyi davomida Paralimpiya oilasida o'tkazilgan xalqaro musobaqalar, tayyorgarliklar hamda tadbirlar tafsilotlariga oid lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Kelgusi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.